Bitta vaqtda ichida ikkita yer ko'rsataman. Bittasi 1 sotix, bittasi 2 sotix. Videoni oxirigacha ko'ringlar, обязательно like ham bosib qo'ying. Uyimizda yerimizni tarsoyga tushgan. Oldi fasadi 20 metr, ichkariga 15 metr. 1 sotuvlikni mana shu tarsoydan boshlab 6 metr, uzunasi 15 metr bo'ladi. 2 sotuvlikniki bo'lsa 13 metrga, ichkariga 15 metr bo'ladi. Mahallani ko'rasizlarmi? Endi bu yon taraf ko'rinishi, bu yon taraf ko'rinishi. Bu joylarda hamma kommunikatsiya bor, suv, gaz, svet, kanalda ichkaridan obzorni ko'rsataman, ma'lumotlarni to'liq hammasini berib o'tamiz. Kirib kelganimizda mana bir sotuvlikniki ikkita xonasi bor, do'kon qilib qo'yishgan. Shuna kirib kelganimizda kaletkada. O'zi 8 sotuv, o'rtasidan bo'lib 3 sotuvgini sotishyapti. Uni ham 2 ga bo'lib. Xullas, oldi bashara fasad 6 metr chiqyapti, uzunasi 15 metr. Bu 0.9 sotuv. Endi mana 2 sotuvniki bo'lsa, shuna devor urilganda 13 ga 15 bo'lyapti. O'rtadan bitta kaletka ochishyapti. Chunki bu yoqda bitta mehmonxona bor, mana eshik mehmonxona. Mana eshikdan kirganda to'g'rida sanuzel, yon tarafda spalni, bu yoq burchida oshxona bo'lyapti. Bu 2 sotix bo'ladi. Narxi 0.9 sotuvni narxi $26,000. Mana 2 sotuvlikning narxi $72,000 bo'lyapti. Joylashgan joyi Toshkent tumani Kirov Olmazor ko'cha bo'ladi. Bu joylarda suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamma sharoit bor. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bizning kanalga обязательно подписка bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa yengilliklar qo'yib turamiz.